Bir nechta yaponcha odatlarni hayotimga qo'shdim va ular sochlarimni rostdan ham o'zgartirdi. Hozir hammasini ko'rsataman. Hammaga salom, siz Komiksiz kanaldasiz. Agar siz ham men kabi shunchaki va'dalarga emas, balki haqiqatdan ham yordam beradigan vositalarni izlayotgan bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'ling. Bu yerda Koreya va Yaponiyaning qiziqarli mahsulotlarini sinab ko'ramiz. Unda boshladik. Sochimni 2 marta yuvaman va men bilan bahslashing. Rostni aytsam, agar oldin kimdadir menga sochni 2 marta yuvish kerak desa, yo'q, rahmat, vaqtim yo'q deb javob berardim. Keyin esa bildimki, birinchi yuvish sochni yog', styling qoldiqlari, SPF, chang va kun davomida to'plangan barcha iflosliklarni ketkazar ekan. Ikkinchi marta yuvish esa bosh terisini tozalaydi. Va bilasizmi, nimani sezdim? Sochim ancha uzoq vaqt toza ko'rinadi. Va ertalab uyg'onib sochimni yuvishim kerak deb o'ylamayman. Hozir Krasiy Chikamer Demet shampunini ishlatyapman. Menga yoqadigan tomoni ildizlarni yaxshi tozalaydi, lekin soch uzunligini quruq va dag'al qilib qo'ymaydi. Sochlar yumshoq, silliq va ancha parvarishlangan ko'rinadi. Mana shuni esa men durumini noto'g'ri qilib kelayotgan ekanman. Qizlar, rostini ayting, niqobni atiga 1 daqiqaga surtadiganlar bormi? Chunki men ham aynan shunday qilardim. Go'yoki bo'ldi, yetadi, keyin esa nega hech qanday wow natija bo'lmayotganiga hayron qolaman. Aslida ko'pchilik niqoblar kamida 5 daqiqa turishi kerak ekan. Endi esa shampundan keyin niqobni surtaman, keyin dush qabul qilaman, yuzimni yuvaman, shu daqiqa ichida niqoblar ishlaydi. Hozir esa Tsubaki Premium Roll'ni ishlatyapman. Undan keyin sochlar juda silliq, yaltirlab bo'ladi. Qo'l tekizgingiz kelaveradi. Eng yoqqan tomoni sochingizni hajmi yo'qolmaydi. Yapon ayollardan o'rgangan yana bir odat. Ular sochlarini faqat yuvgandan keyin emas, kun davomida ham namlab turishadi ekan. Oldin men ham sochlarimni quritdimmi, tamom, yetarli deb o'ylardim. Aslida esa soch qurib qolsa yoki quripayib qolsa, shunchaki yengil mis ishlatsa bo'lar ekan. Menga Krasiy Chikamerni misi juda ham yoqdi. Birinchidan sochlarni yumshoq va tartibli qiladi, ikkinchidan quripayishni kamaytiradi va uchinchidan esa qizlam hidi juda ham yoqimli. Ba'zan yoqimli hidi uchun ham sevib turaman. Yana eng sevimli topilma. Aytingchi, bunga hammangiz tushunasiz. Mana shu mayda tuklar qayerda paydo bo'ladi o'zi? Sochingni chiroyli turmaklaysan, oynaga qarasang, hammasi ideal. Ko'chaga chiqasan, oradan 5 daqiqa o'tmay qurpayib qoladi. Mana bu vosita endi har doim sochimni yuradi. Bu Krasiy Chikamer Hair Stick bir necha soniyada sochlarni yotqizadi, qurpayishni yo'qotadi. Soch ancha tartibli ko'rinadi, lekin yopishib qolmaydi va yog'li ham bo'lib qolmaydi. Yana bir yaxshi tomoni, tarkibida UV himoyasi ham bor. Ayniqsa yozda bu juda foydali. Rostini aytsam, bir oy ichida bitta narsani tushundim. Mukammal soch beradigan bitta sehrli mahsulotning o'zi yo'q. Hammasidan kichik odatlar hal qilar ekan. Sochni to'g'ri yuvish, niqobni 1 daqiqa ichida yuvib tashlamaslik, kun davomida sochni namlab turish va quyoshdan himoya qilishdir. Keyingi safar qaysi videoni ko'rishni xohlasangiz ham yozib keting. Oxirigacha tomosha qilganingiz uchun rahmat. Komiksga obuna bo'ling. Oldindan sizni yana ko'plab foydali tavsiyalar va qiziqarli mahsulotlar kutmoqda. Ko'rishguncha, xayr.